14 bab. Şuna, mehir muhabbetni qoğlışınla, hamda muqaddas ruh ata qilgan hadiyalarga, bo'libmi, Xudoning vahisini yetkazish qobiliyatiga qizg'inlik bilan intilinglar. Bir kishi muqaddas ruhning kuchi bilan o'ziga noma'lum bo'lgan tilda so'zlasa, u boshqalarga emas, balki Xudoga so'zlaydi. Chunki uning so'zini hech kim tushunolmaydi. U muqaddas ruhning kuchi bilan turlik sirliq ishlarni so'zlaydi. Xudoning vahiysini yetkazuvchilar bo'lsa, boshqalarning e'tiqodda o'sib yetilishi, rag'batlanishi va tasalli tepishi uchun so'zlaydi. Noma'lum tilda so'zlaguvchi e'tiqodda o'z-o'zini yetildirdi. Lekin Xudoning vahiysini yetkazuvchi bo'lsa, butun e'tiqodchilar jamoatchiligining e'tiqodda yetilishiga yordam berdi. Hammanglarning muqaddas ruhning kuchi bilan o'zinglarga noma'lum bo'lgan tillarda so'zlashinglarni umid qilaman. Lekin sizlarning Xudoning vahiysini yetkazishinglarni texmu umid qilaman. Chunki noma'lum bo'lgan tillarda so'zlangan so'zlarni tushuntirib, e'tiqodchilar jamoatchiligining e'tiqodini yetildirishiga yordami bo'ladigan birarsi bo'lmasa, u chaqda noma'lum tillarda so'zlashdan Xudoning vahisini yetkazish qobiliyati ko'p afzal bo'ladi. Endi qarindoshlar, agar men yeninglarga berib, o'z tilinglarda sizlarga Xudo tarafidan oshkorlangan haqiqatni, Xudodan kelgan alohida bilim, vahiy yoki biror ta'lim yetkazmay, faqatla muqaddas ruhning kuchi bilan bundoq noma'lum tilda so'zlasam, sizlarga nima foydam bo'lsin? Shuningdek, ovoz chiqaroladigan jonsiz narsalar, masalan, ney yoki chiltarmu aniq ohang chiqamasa, hech kim uning chilinayotgan muzika ekanligini bilolmaydi-ku. Jang qoniyimu belgilik bir ohangda chilinmasa, hech kim jangga hozirlanmaydi-ku. Shuningdek, sizlarmu tushunishlik tilda so'zlmasanglar, nima demoqchi bo'lganinglarni kim tushunalaydi? U chaqda havoga gap qilgandek bo'lasizlar. Shubsizki, dunyoda xilma-xil tillar bor, ham ularning hech qaysisi tushuniksiz emas. Biroq ma'lum bir odamning tilini tushunmasam, u menga yot bo'ladi. Menmi uningga yot bo'laman. Shunga sizlar muqaddas ruh ato qilgan qobiliyatlarga ega bo'lishqa qizg'inlik bilan intilgan ekansizlar, e'tiqodchilar jamoatchiligining e'tiqodda yetilishiga yordam beradigan qobiliyatlarni egilashga texmu ko'p intilinglar. Shunga o'ziga noma'lum bo'lgan tilda so'zlay oladigan kishi o'zining so'zlaganlarini tushuntirish qobiliyatiga ega bo'lish uchun duo qilsin. Chunki bir kishi undaq tilda duo qilsa, uning ruhi muqaddas ruh orqali Xudoga duo qilgan bo'ladi. Lekin u o'z aql idroki bilan bu duoni tushunolmaydi. Undaqda u qandoq qilish kerak? U ba'zida muqaddas ruh orqali bundaq tilda so'zlash bilan, ba'zida aql idroki bilan duo qilsin. Shundaqla u ba'zida muqaddas ruh orqali, ba'zida aql idroki bilan Xudoga matiya naqshlarini aytsin. Agar muqaddas ruh orqali o'zingga noma'lum bo'lgan bundaq tildala Xudoga shukr etsang, jamoatchilik sening nima deyotganligingni tushunmay, aytgan shukr duolaringga
qandaqmı amin deyəlisin. Şuna sen her qancha yaxşı şükür etsangmı, lekin bu dualar hiç kimning etiqodda yetilishiga yordam berolmaydi. Men bundaq noma'lum tilda shaxsan hammanglardan ko'p so'zlaydiganligim uchun Xudoga shukr aytaman. Lekin e'tiqodchilar jamoatchiligida boshqalarning ta'lim ilishi uchun noma'lum tilda 10 ming ig'iz so'zlagandan ko'ra, hamma odam tushunadigan tilda 5 ig'iz so'zlaganim yaxshidir. Qarindoshlar, yomonlik qilishni bilmaydigan sabiy bolalardek bo'linglar. Lekin bu ishlarga kelganda o'y fikringlar kichik bolalardek emas, balki cho'nglardek bo'lsin. Muqaddas yozmalarda Xudo mundaq degan: g'ayri tillarda so'zlaydiganlar orqali, yot millatlarning ig'zi orqali so'zlayman xalqimga. Biroq ular yanila itoat qilmas manga. Bu oyatdan qaraganda o'ziga noma'lum bo'lgan tilda so'zlash Xudoning o'ziga e'tiqod qildiganlarga emas, balki qilmaydiganlarga qartilgan bir belgisidir. Xudoning vahiyini yetkizish bo'lsa, Xudoning o'ziga e'tiqod qilmaydiganlarga emas, balki qildiganlarga qartilgan Xudoning ular bilan birga ekanligining bir belgisidir. Agar bütün e'tiqodchilar jamoatchiliklar jam bo'lib, hamma odam o'z oldiga bundaq noma'lum tilda so'zlavaganda, buningdan xabari bo'lmaganlar yoki Ayso Masihga e'tiqod qilmaydiganlar oranglarga kirib qolsa, sizlar sarang bo'lib qopsizlar deyishmamdi. Lekin e'tiqodchilar jamoatchiliklar o'xshash bir tilda Xudoning vahiyini yetkazayotganda, e'tiqod qilmagan yoki ahvoldan xabari bo'lmagan biri oranglarga kirib qolsa, u hammanglarning aytgan so'zinglardan o'zining gunohkor ekanligini tushunib, vijdoni azoblanadi. Ichidagi yo'shin o'y fikrlari oshkorlanib, buning bilan Xudo haqiqatan sizlar bilan birga ekan deb e'tirof qilib, yerga bosh qo'yib Xudoga sajda qiladi. Qarindoshlar, men xulos qilay. Sizlar Xudoga ibodat qilish uchun bir yerga jam bo'lganinglarda, ba'zilaringlar madhiya naqshlarini aytsizlar. Ba'zilaringlar ta'lim bersizlar. Ba'zilaringlar Xudoning vahiyini yetkazisizlar. Ba'zilaringlar o'zinglarga noma'lum bo'lgan tilda so'zlaysizlar. Boshqalar bo'lsa, bu tilni tushundirdi. Hamma ish jamoatchilikning e'tiqodini yetildirish uchun bo'lsin. Agar o'ziga noma'lum bo'lgan tilda so'zlamoqchi bo'lganlar bo'lsa, eng ko'p bo'lganda 2 yoki 3 kishi navbat bilan so'zlasin. Boshqa biri bu so'zlarni tushundirsin. Yig'ilishinglarda buni tushundiradigan kishi bo'lmasa, ular jamoatchilikda bundaq tilda so'zlamay, o'z-o'ziga va Xudoga so'zlasin. Xudoning vahiyini yetkazishdimi? 2 yoki 3 kishi so'zlasin. Boshqalar ularning so'zlaganlarining Xudodan kelgan yoki kelmaganligini farq etsin. Bu yig'ilishda o'tirganlarning biriga Xudodan bir vahiy kelsa, so'zlayotgan kishi jim bo'lib, navbatni uningga bersin. Chunki hammanglarning ta'lim ilishinglar va rag'batlantirishinglar uchun Xudoning vahiyini yetkazuvchilarning hammasi vahiyni navbat bilan yetkazsa bo'ladi. Xudoning vahiyini yetkazadigan odam o'zini tutib elib, navbat kutib tura oladi.
jam bo'lib ibodat qilinglarda qalaymaqonchilik bo'lmasin. Chunki Xudo qalaymaqonchilik sog'uvchi emas, balki tinchlik berguvchidir. Men biladigan har qaysi e'tiqodchilar jamoatchiligi ana shundaqdir. Ayollar jamoatchilik yig'ilishlarida qalaymaqon so'zlashmay, shuk o'ltirsin. Chunki ularning shundaq so'zlashiga ruxsat qilinmagan. Tavrat qonunda belgilagandek, ular tartibga rioya qilsin. Ular bilmoqchi bo'lgan biror narsa bo'lsa, uyda o'z erlaridan so'rasin. Chunki yig'ilishda tartibni buzib so'zlash ayollarga yarashmaydi. Xudo to'g'risidagi ta'limni sizlar o'zinglardan chiqqan yoki yolg'iz sizlarga yetib kelgan deb o'ylaydi ekansizlar. Bu durust emas. Agar sizlardan biringlar o'zini Xudoning vahiysini yetkazguchi yoki e'tiqod jihati yetilgan deb qarasa, u mening sizlarga yozganlarimning Rabbimizning amri ekanligini e'tirof qilish kerak. Agar sizlar bu amrga parvo qilmasanglar, sizlarmu Xudo tarafidan parvo qilinmaysizlar. Shuning uchun qarindoshlarim, Xudoning vahiysini yetkazishga qizg'inlik bilan intilinglar. Muqaddas ruhning kuchi bilan o'zinglarga noma'lum bo'lgan tilda so'zlashnimi cheklamanglar. Lekin hamma ish tartib qoidalik bo'lsin.